Allah'ını bilish. Asonlashtirilgan iymon yurishligi birinchi qism. İkinci nashri. Abduri Muhammad al-Jibali. İkinci bab. Birinci rukun, yani Türk. Allah'a iman etish iymonimizning eng muhim qismidir. Biz onu imanning birinchi rukni, yani Türkiye deb ataymiz. Başka rukunlarning hammasi mushu rukunga ergishib keladi. Shundaqla bu rukun bo'lmagan taqdirda başka rukunlarning hech qanday foydasi bo'lmaydi. Sap fitrat, yani tug'ma tabiat. İnsandaki sap fitrat uni Allah'ni tanishga yetaklaydi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tercümesi, batıl dinlardan burulup İslam dinine yüzlengin. Allah'ın dinine ergeşkin ki Allah insanlarını şu fitret bilen yaratkan. Allah'ın yaratkanı da özgürüş bulmaydı. Bu doğru dindir. Lekin insanların tolisi bilmeydi. Sure Rum 30. ayet. Efsuslanarlıqı şu ki nurg'un kishilarning fitrati tug'ilgan vaqtidagidek sap turavermaydi. Ularning fitrati ularga Alloh to'g'risida xato tushunchalarni singdirib o'tgan ota-onasi va o'qituvchilar tarafidan buzib etilgan bo'ladi. Shu vajidan ularning fitrati ularni haqni tanishga yetaklay olmaydi. Abu Hurayra va Al-Aswad ibn Sari radiyallahu anhumadan rivayet kılıngan hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şundaq degan. Her qandaq farzand fitrat ustida tug'iladi. Biroq ota-onasi uni ya Yahudi ya Hristiyan va yoki bir majusi qilib chiqadi. Buxoriy 1358. Muslim 2658. numaralı hadisler. Allah'ın tanıştaki muhim kurallar. Sap fitretimiz bizning Allah'ını tanışımızga ve Allah'a itaat kılışga hazırlanışımızga yardım berdi. Bunundan sırt, ilkimizdeki nesillerinin hemmisini bizni yaratkan Allah ata qilgan. Ana şu Allah bizge ko'radigan ko'z, anglaydigan quloq, tafakkur qiladigan ming'a qatorliqlarni ato qilgan. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tercümesi, Allah sizlarni ananglarning qarnidan hech narsani bilmaydigan holatinglar bilan chiqadi. Allah sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z ve kalplerini ata kıldı. Sure Nahl 78. ayet. Biz Allah subhanahu wa ta'ala özümüzge ata kılgan muşu korallar arqılık etrafımızdaki dünyaya ibret nazır bilen karşımız ve bizni ve başka cemi şeyini yaratkan şundakla bizni ve cemi mevcudatni perviş kıldıgan bir ulug' yaratquchi ba. O yaratquchi Allah'tır degan haqiqatni tanib yetishimiz kerak. Eng ulug' yaratquchi. Allah subhanahu wa ta'ala insonlarning, hayvonlarning, shundaqla dal-daraxt va ziraatlarning hammasining yaratquchisidir. Allah yer şarının, onundaki tüzlenliklerinin, tağ cılgılarının, deniz okyanlarının yaratquchisidir. Allah subhanahu wa ta'ala ay bilen quyoshning, shundaqla barliq osmon jismlarining yaratquchisidir. Xulos qilganda Allah jami mavjudotning yaratquchisidir. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tercümesi, Ani şu Allah sizlerning Rabbinglardir. Allah'tan bölek ibadetke layık hiç ma'bud berhak yoktur.
u hamma narsani yaratquchidir. Uningga ibodat qilinglar. U her narsaga homidir. Sura An'am 102-oyat. Allohning bizning va jami mavjudotning yaratquchisi ekanligini bilish favqulodda muhim bo'lib, har kim buni cho'qim bilish kerak. Allah subhanahu va taologa iymon etish 3 jihatni o'z ichiga oladi. Biz Sura An'amning yuqoridagi oyatidan Allah subhanahu va taoloning bizning yaratquchimiz va Rabbimiz ekanligini o'rgandik. Biz cho'qim uningga ibodat qilishimiz kerak. Chunki u birdan-bir yagona haq ilohdir. Biz yana uning bizni va barliq maxluqotni parvish qilib, idora qilib turadiganligidan, uning cheksiz kuch-qudrat va ilmga sahib ekanligini bilib oldik. Shu vajidan Allah subhanahu va taologa iymon etish tuvandikidek 3 muhim nuqtadan derak berdi. Birinchi, Allah subhanahu va taolo barcha shay'ining yaratquchisi va Rabbidir. U birdan-bir haq ilohdir. Ikkinchi, Allah subhanahu va taolo eng yaxshi va eng ulug' sifatlarga egidir. Uning katta sifatlarining nurg'uni u yaratgan narsalarning kattaligi va go'zalligidan ma'lumdir. Uchinchi, Allah subhanahu va taolodan boshqa hech kim bizning tamoman yaxshi ko'rishimizga va itoat qilishimizga loyiq emas. Biz onunğa eng yaxshi shaklda itoat qilishga va qulchilik qilishga muhtojmiz. Biz Allah subhanahu va taologa u o'zi buyurgandek ibodat qilishimiz lozim. U bizning birdan-bir haqiqiy ilohimizdir. Mushu xil iymon tushunchasiga ega bo'lmagan inson tamoman ziyon tortgan va ozg'in bo'ladi. U go'yo guldur mamliq yomg'irda qilib, qayaga berishini bilmay, har tarafga tiprab yurgan urkigak toshqonga o'xshaydi. Allohni tonigan kishining o'zi va hayotlik nishoni haqidagi tushunchasi aniq bo'ladi. U mazmut qadam bilan to'g'ri nishonga qarab ilgirlaydi. U o'zining nima ish qilishi va ularni qanday qilishi kerakligini bilganligi uchun baxtli yashaydi. Biz yuqorqi 3 nuqtani haqiqiy tushungan va uningga taltukis ishonganda, ondan iymonimizning birinchi rukni, ya'ni turiki sog'lom va mazmut bo'lgan bo'ladi. İnşallah biz Allah'a iman etishning bu 3 bo'ligini oldimizdagi bablarda tafsili bayon qilamiz.